Men tushunmayman-da, nimaga hamma ayollar qo'rquvda, xavotirda yashash kerak. Meni oilam yaxshi bo'lib ketarmikin, turmushim yaxshi bo'lib ketarmikin, va urushib qoldik, yarashib ketarmikinmiz, va shu sinovlar o'tib ketarmikin deb nimaga ayol kishi bu haqida bosh qotirish kerak? Bu ahvolga qaysi erkak borki olib kelib qo'yapsizlar bunaqa ahvolga? Men to'g'risi hozirgi erkaklarni tushunmayman-da. Hamma mas'uliyatni ayolning bo'yniga ortmoqlab, hamma ayb kamchiliklarni ayollarga yuklatib, yana ularni blok qo'yib, yana arazlab olib, shunaqa odat erkak kishiga yarashadimi? Shu ayollarni har narsada ayblayvermasdan, kamchiligini yuziga solavermasdan, to'g'mi yesanda do'rmasdan bir og'iz so'radingizmi? O'zi senga nima kerak? Nima xohlaysan? Nima kamchiliging? deb ichki holatini, ustidagi moddiy jihatini emas, ichki holatini bir so'radingizmi? Ayol kishiga ozgina bir nima deydi, mehr bo'lsa bo'ldi. Ko'p narsani keragi yo'q. Oddiy bir ayollarning настроениясini bir evlamayotgan erkaklarga men to'g'risi hayron qolaman-da. Bitta gap aytaman, 100% hamma ayol kishi mehr ko'rgan insonidan ketmaydi. Mehr ko'rgan xonadonidan ketmaydi. Baraka topkurlar hamma narsada, oila ajrashishida ayollarni ayblayvermaylar. O'zini xavfsiz, himoyada hisoblagan insonining yonidan hech qachon ketmaydi ayol kishi.